Assalomu alaykum. Ikra oldi qarindoshlar, hammalarga Abdurim G'aniydan salom. Assalomu alaykum Nurmamat aka, Abdurja aka. Bugungi suhbat programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Oldin qatimliq suhbat programmamizda biz Suriyadagi Uyg'ur qurolli kuchlari Sharq Turkiston qurol azod bo'lamdi degan temada 4 savol asosida suhbat elib bordik, munozir qildik. Bu munozirda har ikkalariga yetarlik voqeat so'zlash fursati berdim. Vaqt munosabati bilan yana keyingi 4 savol kelib qolganligi uchun u savolni bugungi programmaga o'rinlashtirdim. Shunga biz bugungi programmani bevosita boshlaymiz. Ana keyin to'r oldida ko'rayotgan qarindoshlarimizga qisqacha bir eskartish beray. YouTube'da, shundaqla Facebook'da bu programmani ko'rganlarning soni xili ko'p. Nurg'a inkaslar chiqdi. Inkaslarni o'qib chiqdim. Inkaslarga qaragan vaqtlarda ba'zanlar, ya'ni taraf tutgan asosda birisininki so'zini quvvatlasa, yana birisini kamsiz xarakterlik mandaq inkaslarmi yo'q emas bor. Oldin suhbat programmamiz ko'rdinglar. Her ikkilan eng yaxshi shakllarda o'ziniki kuzatgan, o'ylagan nuqtasidan bu savollarga javob berdi. Shunga biz insonga bir hurmat qilgan asosda ularning fikriga qo'shilsak, qo'shilamiz, qo'shilmasak bu mandaq o'ylaydi ekan deb bizning fikrimiz bir yerda o'xshash chiqmay qolib qolsa, uningga haqorat qilgan inkaslarni yozish bir yaxshi emas. Bu bir axloqsizlik. Shunga iloji bo'lsa qilaymiz, haqorat qilgan inkaslarni yozmay, dodliq bilan o'zimizniki fikr o'xshamaydigan qolib qolsa, fikrni bayon qilsak bo'ladi va yoki ekranga chiqsanglar, munozir yana o'rinlashtirsak, yana ilmiy shakllarda munozir yapsak bo'ladi. Rahmat. Unda bo'lsa bugungi savolniki birinchisi. Davomli shu diasporadagi Uyg'ur qurolli kuchlari haqida ba'zi munozirlar yoki temalar Facebook'larda o'ttirib qo'yilsa, buningga qarshi nurg'unlagan fikrlar o'ttirib tushib, ulardan bir xil og'rindigan xarakterlik bir kayfiyat mavjud endi bo'lasigida. Aslida mayli Afg'onistondagi Uyg'ur qurolli kuchlari qolsin, yoki Suriyadagi Uyg'ur qurolli kuchlari qolsin, nima uchun Xitoyga qarshi biror harakat qilmaydi? Faqat ba'zida Xitoy bayon e'lon qilib qo'ydi. Nima uchun amaliy harakat qilmaydi deydi. Bu vaqtda sizlarning fikringlar qanday? Nurmamat aka, sizdan boshlaymiz. Bo'ldi. Va alaykum assalom. Salomingizga javob beraylik. Bu programma qaytilganga rahmat. Xush bo'ldik. Endi biz Uyg'urlar deymiz, endi nima uchun Uyg'urlar nima qildi? Men shunda bir nima o'zim bir nima yozib qo'ygandim. Şunun asosan deydi, yani biz Uyg'urlar o'zimiz g'arib turilib, bu g'arbga kelanmay Suriyaga kirib qolganlarni, bitta qurol tuqqanni har xil bana tanqidlaymiz. Tanqidlashimizning sabablari har xil bo'lishi mumkin. Ko'pinchisi biz g'arbning yashash modeli kun ketgachga, g'arbning tinchliklarni hal qiladigan tinchlik siyosatini qabul qilib ketgachga, bu qurol ko'tarish xato deydi. Endi g'arbda qurol ko'tarish xato. Chunki g'arbda qurol ko'tarmaymi, o'zingning fikringni, ideologiyangni, haqqingni chiroyli tinch yo'lda og'il bo'ldi. Yoki so'zlashish, yoki namoyish qilish, yoki bo'lmasa siyosiy tashkilot qurish orqali og'ildi. Lekin biz tajovuz uchirgan vatanimiz besyunligan bir tuproq. Bizda bizning dushimiz Xitoy g'arbga emas, u yuqori deganda Xitoy hech bir dunyoning qonunini, inson haqlari degan narsani tanımaydigan bir vujudsiz bir xalq. Şun ularga endi qattiq mush kerak. Ya'ni besyunligan bir tuproqni azod qilish uchun qurol ko'tarmay hal olmaydi. Ya'ni bizning dushimiz bizning vatanga qurolliq kirdi. Ya'ni ular bizga o'xshash Tanzaniya kirmadi, ular qurolliq kirdi. Qurolliq kirgan dushmanni qurolliq qo'llab chiqamizsak amal yo'q. Shunga yani qurolning bizning qurol tutishimiz Xitoy tutildi, yangish kuchi yetmaydi. Shundaqdimi? Qurol bo'lmasa bo'lmaydigan biz holatda bizning Uyg'ur. Qurol bo'lmag'achqa bugun keldik. Yani bir devletning yoki bir millatning ro'naq tepishi, o'zini saqlanib qolishi, uning qo'g'dish kuchi bo'lishi kerak.
qo'g'dug'uchi kuchi, ya'ni qurolli qism bo'lishi kerak. Mayli u qabila vaqtidan bo'lsin, mayli bugungi millat oldiga kelsin va davlat shakliga kelsin, chuqur uni qo'g'daydigan bir armiya, qurolli qism bo'lishi kerak. Bir armiya bir davlatning turiga, bir qurolli qism bir millatning, bir qavmning turiga. Agar bu yo'q bo'lsa, turik yiqildi, qavmimi, o millatmi, o davlatmi yiqiladi. Ama xuddi bizning 1944 qurgan 2-chi jumhuriyatimizning armiyasi yo'q bo'ldi, turik yiqildi, Xitoy bizning davlatga kirib, xohlaganini qilib, bugungi holga kelib qo'ydi, ya'ni irqin qirg'inni qildi. Shuning uchun qurol tutish vatanda mumkin bo'lmadi. Chet eldagi g'arb dunyosida yoki tinch bir yerda qurolli tashkilot qurish mumkin bo'lmadi. Chunki davlatlar xalqaro qoida bo'yicha bizga unday sharoit bermadi. Bermagandan keyin bizning qurolli kurashni istaydigan, qurolli vatanimizda Xitoyda qurolli shaklda qo'g'lab chiqarishni istaydigan ba'zi mujohid jangchilarimiz shunday bir yerlarni, ya'ni qurol ko'rishga mumkin bo'lgan yerlarni Afg'oniston, Suriya, Iroqlarni tanladi. Chunki bu davlatlar hukumatsiz bo'lib qolgan, bir xil ishga qilib qolgan boshqa, har kim kirib qurol ko'tarsa bo'ladigan boshqa va kirib qurol ko'tarib, harbiy bazalarni qilib, chiniqib tarbiyalandi. Endi g'arbda va boshqa biz qo'shni davlatlarda buning imkon bo'lmadi. Shunlashgan biz o'zimiz olmagan qurolni, o'zimiz ko'tarmagan qurolni boshqalar ko'tarsa, tanqidlash, tillash bizning haqqimiz emas, ham salohiyatimiz o'xshamaydi. Yana bir narsa, Suriyaga chiqqan Uyg'urlar, Suriya, Iroq, Afg'oniston chiqqan Uyg'urlar bilan bizning g'arbga yerlashgan Uyg'urlarning kelish manbasi, yashash manbasi va kelish usulimiz o'xshamaydi. G'arbda biz Uyg'urlar Xitoyning bergan qizil pasportiga vatanimizda vizani qo'yg'izib, uchib g'arbga kelganlarimiz bor va yoki ikkinchi bir davlatlar yolg'on pasport bilan kelib, g'arbga kelib Rossiyaga hikoyalarni to'qib, siyosiy panoh tilab, g'arbning marhamati iltifot qilishi bilan biz g'arbga qolib qoldik. Hem Suriyaga kelganlar deyli. Suriyaga kelgan Uyg'urlar ve xuddi 1000 yil burungi turklarning ko'chitib, Anadolu kirgandek Uyg'urlarning ko'chib g'arbga borganidek, u yerga kirib, u yer urushib, nurg'un badalni qurbonini berib, u yerni vatan qilgandek, Suriyaga Uyg'urlarmi nurg'un badallarni Suriyaga kirib 13 yillik ichki urushda nurg'un o'lim yetib, Suriyada qilish, u yerda yashash huquqiga erishdi. Shunga bizning bizdek yumshoq niyatgan g'arblarning, g'arb Uyg'urlarning Suriyalik Uyg'urni andaq qildi, mandaq qildi deb tanqidlashga haqqimiz yo'q, salohiyatimiz yo'q. Ham nima uchun ular shu yilgacha Uyg'urga qarshi barabar harakat qilmadi deganda, ular Suriyaga yerlashganda 10 yildan buyon ular ichki urushda o'zini qo'g'dashlar bo'ldi. To'xtamay Rusning, to'xtamay Ironning, to'xtamay Asadning havodan quruqdan hujum qilish zarbiga uchrab turdi. Ular Xitoyga qarshi barabar harakat qilgandek bir fursat bo'lmadi. Ular o'zini qo'g'dash, o'zini tiklash bo'ldi. Ikkinchi jo'grafiyalik o'rni ularning bizning vatanimiz jiroqligi, bu sharoitlar o'zining kuchining tahi yetmaganlik sharoitlardan ba'zi bir imkonlarning yetishmas sababidan bizning vatanga qarshi, vatandagi Uyg'urlarni qo'g'dash uchun Xitoyga qarshi bir ish harakat qilib boramadi. Endi ular kichik chet elda qiysi bo'ldi, ya'ni chet elda barabar Xitoyni, behuda Xitoyni o'ltirib qo'ygan bo'lsa, mana qildi, u texim ziyon bo'ladi. Uni Alloh saqlab unda bir ishni qilmadi. Vatanga berib, vatanning ichida bir ishni qilishga ularga mumkinchilik. Shuning ularni unda qilib tanqidmay sabr qilishimiz kerak. Endi ular bir azroq o'zini o'ngchi bo'ldi, endi bir pozitsiyaga ega bo'ldi. Inshaalloh bundan keyin qiladi va bundan keyin vatan qarshi urushning oldingi safida mangdu deb men umid qilaman. Rahmat. Abdurjo aka, sizniki bu vaqtdagi o'ylaydiganingiz qanday? Meniki o'ylaydiganim bir ko'p emas. Nurmehmet Mustafa etraflık enkilendik bununla düşünce bədi. Endi moda etken çağda hazırki Nurmehmet Mustafa'nın ki izahatını asas kıtırıp etken çağımızda bizlik onda olsa hiç kandak bir teşkilatını, hiç kandak bir şahsını, hiç kandak bir rehberini tenkit kız hakkımız yok diyen buldu. Hemisi özünün imkaniyet dairesinde kıldığı kirişçe vatanın davasını kılıp, cennet şu yoldan bekip, maaşını şu yoldan hal kılıp, degende BDT'lere ekirip, Amerika Kongresi'ne ekirip, Avrupa Parlamentoga ekirip, devletlerinin parlamentlara berip, fikir kılıp, resim uçuşup, video işlep, akbaratda akıtıp, bizge bizalını yağı, müşünde çıvatıdı, eğer bir müzik aptak çıkmagan bolsun. Bu noktada yatkan çağda bizge hiç kandak bir ekini tenkit kılış, fikir kılış, olağı teklif beriş, hakkımız yok deyik doğru bildi. Kandak ki 27 yılın yağı kurallık mücahitlerini biz açlardan ümitini küstüyüp, 27 yılını ötküzüp,
ularniki Xitoyga qarshi biror qatim bir harakat ijro qilmaganligini to'g'ri tushunib kelganimizga o'xshashlar. Bu o'lka tinchlik bilan diplomatiya bilan independensiya davosini qilayotgan, avtonomiya davosini qilayotganlarni tanqid qilish haqqimiz bo'lmasligi kerak bo'ldi o chaqda. Qana degan chaqda qo'sh o'lchamli ko'zlab qo'llansak bo'lmaydi. Endi bu Nurmat Musaboyevniki fikriga bergan ozroq qashqachi e'tirozim bo'lib qolsin. Rahmat, bu yaxshi. O'zimning fikrini aytsam, buniki arxiv ko'rinishlari nihoyatda uzun. Masalan, Kashmirdagi chaqda Xitoy hujum qilmadi, Afg'onistondagi Xitoy vaqtida Xitoy hujum qilmadi. Endi Iroq va Suriyaga o'tib, texnik uzoq bo'lib ketgan chaqda Xitoyga hujum qila olishi o coğrafiyalik nuqsini aytgan chaqda, imkoniyat nuqsini aytgan chaqda imkonsiz deyishga bo'ldi. Ammo kunlarning birida Alloh taolo bir yo'l berib qolsa, shu yo'ldan berib hujum qildi deb biz shuni kutsak bo'ldi endi. Bundan boshqa izohati bo'lmaydi bu ishniki. Endi yana bir tarafdan bunga qarshi nuqtadan chiqib tushuncha bergan chaqimizda, fikr qilgan chaqimizda haqiqatan bular chorak asrdan ortiq faqatla Sharq Turkistonlikning qurolli kuchlari degan bir xil salohiyat bilan hozir saqlanib kelyapti. Endi bundan ortiq nima deymiz bu ishga? Endi hozir Suriya davlat armiyasining tarkibiga kiritildi. Endi ketilib ketgandan keyin u vaqtda Suriya davlat armiyasining ichida turib, ular bir tashkillanib berib, endi Xitoyga hujum qilsak bo'ladi, Xitoyga qarshi harakat qilsak bo'ladi deb unda bir ishni ijro qilsa, u vaqtda Suriya davlat armiyasi tarafidan harbiy sud tutilib jazolanishi mumkin. U texnik qiyin to'xtaydi. Shunga bu nuqtada bu shuncha kerak fikr qilib turaylik. Bu liqi ani tanqidlasak bo'lmaydi, buni tanqidlasak bo'lmaydi, qo'shilsak bo'lmaydi. Biz u maydonda yashamadik. Chunki o'zimiz yashayotgan yerdagini o'zimiz ko'rganlarni tanqidlaymiz. Biz qurolliq chapga kirib shu jang maydonida yetishib chiqqan bo'lsak, masalan, u yerda ikki bo'linganlar bor-ku, chunki bir-biriga fikrini qo'llamagan hech kimga. G'arbda biz shunda bir tuxum atamida namoyish qilib, ular u yerda qurol ko'taryapti. Biz g'arbni tanqidlasak, g'arbda mushkam kuchib vatanimizni qirg'in qilayotgan bo'lsa, Xitoy konsulligi bir ikkita tuxum atamadik, Yevropada bo'lsin, Amerikada bo'lsin. Biz buni tanqidlash kerak. Ular nima bo'lsin, qurol ko'tarib Xitoyga otaman deb o'ylayotdi. Biz ular bilan birga yashamadik. Biz g'arbliklar yashayotmiz, shu g'arbliklarni tanqidlash huquqimiz bizda bor. Rahmat. İmkoniyatimiz jiqroqda bu taraflarda. Bu yerda tex erkin hech qanday bir namoyish qilsa, tinch shaklda. Endi so'nggi mazmuni shu doirada bo'ldi endi asosida. Balki ikki savollar chiqib qolishi mumkin hozircha. Bu yerga uch kitaydi. Abduljo akamizniki deganimizda hamda shu azroq fikr qatqim kelib qoldi, ham savolga aylantirmay buni men. Endi bu Suriyadagi Uyg'ur qurolli kuchlari hamda hozir Suriya davlat armiyasiniki bir tarkib kirkatida hamda bular. İşte bo'lganda bir diviziyonga ichiga kirdi degan gapda. Bir diviziyada qancha askar bor uni bilmayman. 10 mingdan jiq askar bor deb bilmayman-da. Ani bular uni ichiga kirgandan keyin ism burunqidek Turkiston Islom partiyasi deb atalamdi, yo ism cho'qim o'zgartib, o'sha Suriya Manchinchi diviziyoniki Manchinchi brigadasi u bu deb maxil shaklda muqib qas o'choqda butunlay Suriya manfaati uchun xizmat qilgan bo'ladi. Buni qanday tushunamiz? U menda qilish hammasi qilmas ashada Turkiston Islom Turkistonda u biz g'arb har bir davlat yashagandan shu davlatning qoida bir gapni qo'yay. Yani ular hozir Turkiston Islom partiyasi deb degirak, ankama bayonotlari bor. Bayonotlarni o'zgartirishga o'zgartamdi yoki ismni o'zgartamdi. Yani mushtiyaatlarda o'zlarining o'ylaganlari nima? Ularga bir tavsiya xarakterlik bunday bir fikrlar qilib qolsa bir o'rtoqlashgan rahmat. Bundaqda qarayman. Endi Suriya hukumati hozir davlat qurildi. Hukumatning tarkibida Uyg'urlarni hozir endi vaziyat elish boshladi. Ammo Suriya davlatining nomi bilan biz Uyg'urlarga hech qanday bir bevosita yordam kelmaydi. Ya'ni qurolliq bir nima harakat kelmaydi. Chunki Suriya endi qurilgan bir davlat o'zida o'ngshaqqa bu Xitoy qarshi bir davlat nomini chiqmaydi. Endi Sharq Turkiston Islom partiyasi dediğimiz bu partiya o'zining Suriyaga qilgan yordam vazifasini tugatdi. Yordamlik vazifasini tugatdi. Endi ular o'zining partiyasini saqlab qoldi.
saqlab qolganda uning partiyaning boshqada hozir Suriya hukumati vazifa olganlar olmaydi. Undaq qilsa uni Suriya hukumati cheklaydi. Ular o hukumatdan vazifa olmagan, ammo shu Uyg'ur jamoatining ichidagi boshqa yana mo'ddarlar Suriya Sharq Turkiston partiyasining ichida qilib, yani tashkilotni saqlab qilish mumkin. Chunki shunda saqlab qolmaganda Uyg'urga Suriya armiyasining 5-diviziyasi nomida bizga qarshi harakat qila olmaydi, bizga qarshi yordam qila olmaydi. O o'ziyeti ketaverdi, chunki o 5-diviziya bo'g'ini bizni faxrlantirdi, 5-diviziyaning bir qo'mondoni bo'g'ini bizni faxrlantiradigan bir sharaf. Ammo o sharafdan bizga bevosita yordam kelmaydi. O Suriya uchun ketdi. Ammo shu o'rinda turib xalqaro sahnalarda, ya'ni davlat vazif o'rinlarda lobbichilik, ya'ni salohiyatchilik qila oladi. Ya'ni musulmon ellarga biz sizlar uchun jihad, musulmonlarni qo'g'dash uchun, Suriyani ozod qilish uchun biz sizlar uchun jihad qildik, o'ldik. Endi men Uyg'urning masalasiga sizlar diplomatik jihatdan va boshqa qo'lindagi qurolliq jihatdan, iqtisodiy jihatdan yordam qilinglar deb bu lobbichilikni u hukumat xizmat organlar deydi. Har qanday davlatda, masalan Amerikada Uyg'urlarmi Amerikaning hukumati kirsa shu lobbichilik qildi, g'arbniki shu qildi. Ammo bularmi shundoq bir imtiyozga erishdi hozir. Ya'ni Suriya hukumatining nomidan xalqaro shaklda siyosiy jihatdan lobbichilik qilish, salohiyatchilik qilish salohiyatga erishdi. Endi qurolliq inqilobni Suriyada agar Suriya yangi qurilgan hukumat shu yerda Sharq Turkiston Islom partiyasining mavjudligini ruxsat qilsa, ular ilib bordi. Ular balkim Xitoy uni terror tashkilot deb yana Suriya yangi hukumatiga yo'llash mumkin. Ular bir xil shaklda shu yerda o'zining mavjudligini saqlab qolsa, ular shu o'zining nomi bilan xalqarodan olgan yordamlar orqali bizning vatanga qarshi vatan tarafga intilib Xitoyga qarshi harakat qilishi mumkin. Faqat yana bir shart, buni yana bir uchinchi bir davlat qo'llashi kerak, kuchli davlat. Kuchli davlatlarning himoyasi bo'lmasa, Suriyaga besim tushsa, bu yangi ojiz hukumat ularni harakat qilmaydi. Ya'ni Sharq Turkiston Islom partiyasimi agar yangi qurilgan Suriya hukumati Xitoyning va xalqaroning besim tushib qolsa, taqab qo'yishi mumkin. Buningga beda abzitaqa bir ojiz o'rida yangi qurildi. Buni kelgusidagi Suriya hukumatining taraqqiyotiga qarab bizni deyamiz. Rahmat. Abdurjak, sizningcha bu vaqtga ko'z qarishingiz. To'g'ri. Murat Basabay obyektiv javob berdi, to'g'ri. Onun qabdi davlat armiyasi vazifa olganlar o yerdagi Uyg'urlarning hammasi emas, Uyg'urlarning oldidagi qo'mondonlari bir qancha nafar odam, balkim qurol tutib jihad qatnashgan askarlarmi davlat armiyasiga qatnashishi mumkin. Ammo u yerda minglagan fuqaro ayollar bor, cho'nglar bor, bolalar bor. Ular shu Turkiston Islom partiyasiniki nomida balkim o'zida bir siyosiy yaqinga tashkillanib faoliyat qilib turishi mumkin. Bu bir ehtimollik endi biz hozircha mumkin deb turamiz. Mumkin bo'lmaydi deb o'ylamaydi. Bular hozir bu Yevropa ittifoqidan turli talab qo'yayotdi. Germaniyami o'z oldiga 8 xil shartni qatim o'tirib qo'yib qaytib ketdi Germaniya tashqi ishlar ministri. Bu 8 xil shartniki eng bizga qo'shaqmaydigan tarafi Suriya chet el kuchlarining o'ynaydigan to'piga aylanib qolmaslik kerak degan bir qarang'aki. Endi chet el kuchlari degandan keyin shu bizma Suriya ichidagi Uyg'ur mujohidlarimiz Suriya ichidagi bir chet el kuchi hisob qildi. Endi bu shunday bir mujmal qaranglar bor. Bu endi kelgusidagi ahvol. Shu kelgusi degan chog'da u 30 yil 20 yil emas. Yaqinqi 1-2 yil ichida bu oydinlashishi mumkin. Bularniki qurolli shaklda Turkiston Islom partiyasi degan bir siyosiy faoliyatini mavjudligini saqlab qolishi yoki o'rnidan cheklanib davlat armiyasiga qaytilganlar Suriya davlat armiyasi bo'lib, davlat armiyasiga qaytilmay fuqaro to'g'anlar Suriya fuqarosi ketib, yana Xitoyning ichki ishiga aralashmaydigan degan bir cheklama bilan cheklama uchrashi mumkin. Bu ehtimolli emas. Hozir biz kesib bunga bir narsa baho berishimiz pek baldirib qoldi. Rahmat. Undan qolsa, shuna birinchi savol tugidi. Ikkinchi savol. Suriya yangi hukumati Uyg'ur qurolliq tashkilot qo'mondonlarini armiya mayor generallik tayinlagandan keyin Xitoy taraqqullari bu vaqtda keng ko'lamda Xitoylarga tashviq qilib borgan. Bu xil tashviqot Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarta qattiq bostirish darajasida qaysi darajaga olib bordi? Xitoy fuqarolarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan o'ch elishdan qanday saqlangan bo'ladi? Bu Xitoylar bu chiqdi hamda bu nimalarnikini.
böyle qildi. Bizga qarshi zulm, vatandagi bostirish bu bashini e'lon qilmasdan bo'lgan. Hozir biz Uyg'urlar ko'rayotgan zulm bu dunyoda hech yerda yo'q. Tangdassiz bir zulm ko'ryapmiz. Endi bu 5 yoki 5 yoki 10 Uyg'urni Suriya hukumatining oliy rahbarlari qo'mondon shtabda qilib qo'ygan Xitoy u yerda bizim aşırı Uyg'urlar texim zulm bo'ldi deyish bu vaqtda hech qilma jimiyat deganlik bo'lib qoldi. Bu vaqtda Xitoy baribir biz jim tursaqmi o'ltiryotdi, mansaqmi o'ltiryotdi. Shuninga buningdan bek ansirab ketish, vatandagi Uyg'urni anda qo'ydi, manda qo'yib, unda ansirab ketish to'g'ri. Unda ansirab kelsak ish qilmasa bo'ldi. Vaqtda Xitoy biz bala ish qilmadi deb turliklarni qo'yasi bo'ldi. Lekin Xitoy unda qilmaydi. Xitoyning maqsadi bizni yo'qotish, bizning maqsadimiz qutulish, ozod qilish. Shuninga qo'limizdan kelgan chora tadbirning hammani ayamasdan qilish kerak. Xitoy qarshi qanday harakat qilsak, qanday ish qilsak, anusizdak bizga halol. Chunki Xitoy yaxshilikni, yaxshi gapni tingishadigan xalq emas. U tayoq qipi. Shuningga Suriyadagi bu 5-6 Uyg'urning vaziyat olib qilishi bilan Xitoy bizni texmi jazolaydigan bo'ldi. Xitoy Uyg'urlar texim bisim oshiradigan bo'ldi degan gap bu o'zidan yukish, o'z-o'ziga ishonch bo'lmasligi qo'rqinchliligimizning ifodasi bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. Abdullah aka, sizningcha buningga qo'shimcha qildiganingiz yo o'xshamaydigan fikrlaringiz bormi? Endi bu aytganingki, hech nima qilmasa, hech nima qilmagan chog'da, hatto namoyishga chiqmagan chog'da sen nimishqa namoyishga chiqmaysan, nimishqa tish yuriysan deb jazolaydi. O Xitoy deganiki, shunda iflos bir xalqki, Xitoy xalqini tatib hukumatiga ochamiz o'xshash. Ular iflos, o Suriyadagi 5 mujohidlarniki u yerda bir qo'mondon bo'lib qolish emas. Mush odatda bir shundoq yumshoq faoliyat qiladigan Xitoyning davlat ishidagi kishilik huquq talab qiladigan tashkilotlarning o'ziga terrorist deb qalpoq kaydirib, yo'llarni bano qilib, o vatandagi qarindoshlarimizga sanmagan zulmi qilmadi. Rabiya xonim 2005-yil Amerikaga chiqqan chog'ning o'zida Xitoyga nurg'un va'da berib chiqib ekan. Men hech qanday ishga aralashmayman. Agar aralashib qolsam, Sharq Turkiston milliy bilgimchilarini bitchit qilib beraman deb va'da berib, videoga tashlab tushib chiqib ekan masalan. Shu Rabiya Qodir xonim chet elga chiqib, Xitoyga bo'ysunmay, ashada vatan millatning davosini qilib, yig'lab qoqshab yurganga oshinga Xitoy hatto vatanda Uyg'urlarning yangi tug'ilgan qizlarga Rabiya deb ism qo'ysa, shuni cheklab, nimishqa Rabiya deb ism qo'yding deb shu zulmchilig'lar. Endi u Xitoy zodi bir banani topidi. Tepip zulmni soladi. Endi bu yerda 5 Uyg'ur u yerda qo'mondon bo'ldi. Sen Uyg'urlar mushunda askiyada xalqimizga zulm qilib kelsa, u Xitoyning o'ziniki xarakteri, o'ziniki belgilangan siyosiy, uningga biz oldini olamaymiz. Biz uning oldini qanday olamiz degan savolingizniki bu mazmuniga kelsak, endi biz hech nima qila olmaymiz. Biz berib Suriyadagi shu 5 qo'mondonni tortib chiqirib, shu o'rnidan sen tashiya miltixni deb tashiltib bersak-mi, o Xitoy qo'pib, bularni texnik boshqa ish qilmoqchi hozir endi o davlat mudofaa ministrligidan olib chiqib mujohidlarni, munsurlarni endi to'plab texnik boshqa ish qilmoqchi deb yana soldi zulmni. Shunga biz o vatanning ichida Xitoyning qilayotgan zulmlarning oldini olishga bizning qo'limizdan kelmaydi. Ya'ni buni so'rashga maqsad bir nima qo'shib qo'ydik. Hadi naqmış Xitoylik nimasi bu. Mas tushungan bir nima anglab qoldim. G'uljining bir yezida ikki qo'shkizak Uyg'ur ekan, yosh yigit. Ularda shahar nopos ekan. Yezidan yayilib 2 yildak shahar kirmay yezida o'zining etsizlik ishlab jon teqishdan davom qilibdi. Kelsa saqchi tekshirib 2 yillar nima shahar kirmadi deb ularni 5 yil kesibdi. Vallahi shunday bo'lsa. Bu Xitoyning o shahar kirsa, nima shahar kirding deb yo'l tekshirgan. Ular shahar kirsa Xitoyning tekshirishda 5 yil yezida yashaydi deb yashagan bo'lishi mumkin o'zining yezida tuproq ishlab. Ham 2 yil shahar kirmasa, bu yezid nima qildi 2 yil kirmay deb solab qo'yibdi. Ular dehqonchilik qildi, yer terdi, o'qildi desa, unchalik shahar nima shahar kirmay, shaharni postusam shahar kirib o'zingni tizimga og'izmiding deganda bano bilan ulan 5 yil solab qo'yibdi. Men Xitoy o'z jimiyatimiz olaydi. Göğü solab qo'ygan, gördikini qo'lab, o'liklarni boshqa o'tkazib olgansa bu Xitoy tiriklerimizga aman beramda. Mana Angliyadagi bir Uyg'urni kuzatuvchi tadqiqotchi var, Kristan Taylor deb. Buning yozgan Tinjimas Uyg'ur diyori degan kitobda, bu kitobni 10 yil oldin o'qigan kitobda mishqatini o'qib chiqdim. Bu kitobni mana nurg'un mazmunni ichib bergan. Oshadammi, bizning vatan 10 yil berib, 10 qatim berib xalq tadqiqotga Uyg'urlarda
Aşı bizim vatanda bir mezgilde etgende hakimesen bombatlayıp etgen vaqt çene qıdığan bir işte o'tib ketmesmi? Top oynaydigan Uyg'urlar. Aş mezgilde mi? Buni aş haqlan qilgan aş intervyularda aşna diqqat tortganda Uyg'urlarni etgende çene qilib chiqqan Uyg'urni Xitoy aprsa nima sababdan çene qilsa deb. Ana Uyg'urlarning ba'zanlar sal gibivalari sen çene qilsang buniki etgen skep har xil harakatni ishlaysa maydonga chiqib biz çene qilsak bo'lmaydi ekan sog'lomligim foydali bu. Dismo yana aşağı sulab qo'ygan, aşağı surishtirib qilgan narsa kitobda yozib ketgancha. Endi hozir bu savolni so'ramoqchi bo'lgan sabab nima deganda, bu yerda qurolli kuchga bir narsa chiqib qolsa, nurg'un Uyg'urimiz tanqidlaydi-ku, endi vatandosh andoq etadigan bo'ldi, mandoq etadigan bo'ldi deb, xuddi chet ellik Uyg'urlar jim yotsa vatandosh tuzib qolib qolgandek. Shunga mush nuqtadan chiqmay so'ragan savollar. Ammo Abdurahmon Abdulla Qarajim Turkiyadagi bir telefon qilsam bo'laman deb telefon urib ketdi. Olaymi yo programmani oqisa olaymi? Bilmiyorum. Nahmeyda belki bir sualmışım, bir şey münasebet çıkmağa buluşum mümkün. Assalamu alaikum Qarajim. Aleyküm esselam ve rahmetullah. Nahmeyda qilib Nahmeydan hozir shu gap qilib sizlarga keldi, shuni to'xtatdim. Savol olib qolsa qisqaroq desizlar. Ikkalam anglab Nahmeydan ulandi hozirmi telefon. Tamam, men bir emas 3 minut ile 5 minut tarafida men bir fikir qatnashdim. Abdayimjon do'stimning uzoqlab ketdi degan anglayapman emasmi? İşte o'zlari bir tunishtirib qo'ysa ekrandagi qarindoshlar ber. Tamam. Xo'sh, boshlasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Istanbuldan Abdulla Qarahajim, Uyg'uristoni. Yana Nurmamat Musabay, o'zlari, Abdurimjon do'stim, barliq anglayotgan qarindoshlarim, hammalarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Va alaykum salom. Yuqorida qarindoshlarimiz yani Suriyadagi Turkiston Islom partiyasining yani mujohidlar ustida muzokara qilib o'tibdi. Yani bu o'tgan hafta bir qildi-ku deyman. Bu ikkinchi qism. Inshaalloh ijobiy ma'noda. Endi bizning dushman Xitoy İngiliz tilini okumaydı, Arap tilini okumaydı, dünyada okuduğun til, tamamı sinko, Koral dilini bilen bildiğin Xitoy. Onun başka tilini asla bildiğin Xitoy emas. Aşı Xitoyning qurg'uvchisi mavzudan la'nat takbir mal'un hokimiyat Qoraldan chiqadi degan, namoyishdan chiqadi, gaplardan chiqadi demagan. Shuningdek bizning hozir Suriyadagi milliy armiya yüzü içti. Yıllardan beri jafo mushaqqat tortdi. Uyghur milletinin ya teşkilatlardan ya halklardan amnevi yardım istemedi. Özünün imkaniyetiga tayanıp müşkillerge çok ulaştı. Endi bazı qarindoshlarimiz Afg'onistondan, O'rta Osiyo, Kashmirdan, Abdurimjon do'stimning so'zini oldim. Ular Kashmirda o'ranmadi, Afg'onistonda o'ranmadi, Xitoyni. Qozog'istonda o'ranmadi. Iroqqa ishib ketdik, Suriyadan qanday urdi deyish mumkin. Turkiston Islom partiyasining hedefi bir yerga borgan vaqtda bir tashkilotga andaq kelgancha qo'shilib ketmaydi. Mening bilginim, qandaq bir tashkilotga tava bo'lmoqchi bo'lsa, emisi biz Sharqiy Turkiston degan tuproqdan chiqdik. Bizning ustimizda Sharqiy Turkiston degan tuproqda zulm bor. Ayani qutuldirish mas'uliyatida chiqqan insonlar biz. Sizlarga tava bo'lsak, sizlarga yordam bersak, sizlar ishinglarni tugatib bo'lgan vaqtda g'alaba qilgan vaqtinglarda biz qiyomatda Sharqiy Turkistonda so'rlimiz. Sizlar bizga Sharqiy Turkiston masalasida qaysi yordamlarni beralaysizlar? Bizning ozodlik harakatimizga yordam berilgan vaqtinglarda biz sizlarga hamkorlashib yordam beralaymiz degan shartni boshdan oyoq qo'yib kelgan bir partiya var. Shuningdek Suriyadagi hozir g'alaba qilgan Ahmad Shar'iyning dastlabki Jabhat-ul Nusrat davridan tortib shularga qetilishdiki birdan bir munda shart to'xtam va ularning ichida ahdi to'xtam. Ahdi to'xtamda emisi biz sizlarga hozir bo'ysunib, sizlar tegishlik Suriyaning ozodligi, Asad va Suriyaga hujum qilgan Iron, Iroq, ulardan boshqa Lubnan, Rossiya bularga urushib qo'llab chiqarib Suriyaning ozodligi uchun biz tuhfa qo'shamiz. Ama sizlar biz g'alaba qilib bo'lgan vaqtda bizning vatanimizning ozodligi uchun sizlarga yordam berishinglar kerak degan shartni oldin ala to'xtamni tuzib bulab ularga ketilgan bir partiya var. Çünkü bu to'xtam bor. Çünkü şu Şam azadlık urushining 5 timi hazırki general mayor
Yani Zahid komandan da köyü asli ismi Abdülaziz Xudaberdi. Abdülaziz Davut Xudaberdi. Muşunun olamı Cevlani'nin bir sohbetini silah aldığına. Yani Şam'ını azat kılımız degende Cevlani Şam'ını azat kıldıktan Suriye milli azatlıkını Suriye'nin azatlıkına Şarkı Türkistan azatlıkı bu için biz bu uğraşını toxtatmayımız degen. Endi Abdurrahimcan dostum ayetин Kur'anlıkla yıraklaşıp kesse qandaq qıralaydı Afganistan'da kılanmagan, Keşmir'de kılanmagan mı deydi. Bu biz 21. asırda biz minip bağmayımız. Hazır Suriye bilen Afganistan'ın hava teberliki içilip kesse o mücahitler o yerden arkaya çıksam Afganistan'a baralaydı. Diplomat ornası Afganistan'ı Keşmir götüreydi. Afganistan Suriye hükümetiyle Afganistan hükümetinin işçi birliği var. Bunu anda aşkar da görüşüne macit yok. Yani işçi cihetteki nizami birlik var. Olan ittifak. İkisinin hava birliği içilip kesse bizim karındaşlarımız Afganistan zeminine bimalar baralaydı. Çünkü Türkistan İslam Partisi'nin merkezi aparat Afganistan'da. Bunu hemmeyle bildi. Afganistan bilen Vahan koridorunu küçük deydi. Kullanlığı haritini elip qaraydigan bolsаңlar, yüzü küçük lekin kengliki 90 kilometre etrafındaki bir çigra bu. Şöyle Xotan bilen çigra çirdek ve saat yol mangalı bağlıdan bir uzun çigra. Ayadaki Vahan koridoru Afganistan bilen emas, Keşmir taraftan mı Xitayni jaylığı oldugan, Gilgit taraftan mı jaylığı oldugan, ait stratejik orunlu var. Yani Talibanların içki cihet, taşki cihette Xitaylı bilen birleşip kettireydi. Tamam, bizden vallahi bağ eşyada merkez teşkilat bağ. Aşulanın içki cihetten bir devletten sohbette, cozada kıpkıydıgan sohbet ayrım. Ama hakiki iş nereden buludu oldu sana? Gizetlerge deyilmeydi. Astın halette hakiki kılındı. Ama her bir iş teknikisi mında bir ilim var. Hem ona bilirse. Her bir iş teknikisi kılındıgan iş deyilmeydi. Kılındıgan iş deyilmeydi, kılındı. Doğru. Kılınmaydıgan iş deyildi, kılınmaydı. Doğru. Taktika bu, taktika. Her bir ilimde bir işte kılınır. Girdimiz diyen olsa o kılınmaydı. Her bir işte kılınıdığın aşağı tüyüksüz tulumda tokmak çıkkanlıkla kılınırdı. Onun bütün uçurları mehdi tutulurdu, inkar kılınırdı. Bu her bir taktika. Şunlar Suriye ve Afganistan'ın ya ki mesela bizim hazır general mayor dereceli harbi generallarımız mevcut oldu. Devlet derecesi, devlet seviyesinde. Polkallarımız bağlı oldu. Ayadaki Kur'anlık grubunu anda başkalar oynagandek men işkimin emas. Kur'anlık sani 15 yaşını aşkan balların üstündeki hepimiz askeri talim terbiye ağan 30 mingden artık yitilgen asker var ayada. O anda nezrevi asker emas. Rusya bilen, İran bilen, Lübnan bilen, Irak bilen, Esad'ın en küçük armiyası, Esad'ın armiyası, Lübnan'da mı asker turulduğundan 22 Arap devletinin en küçük armiyası var devlette. Hemmeni yenip, animalistlik küzgü köküstüp, 21. asırının en küçük harbi uruşlarının üstüne bitilgen bir armiya var ayada. Ondak armiya Xitay'ın mı yok dedi dünyada? Bu dünyanın her kanda küçük Xitayları olan, onda Xitaylarını kirdiğen boz heyyat gidip, Kıyını asman kılıp, çoğunu asman kılıp öteden asker var ayada, hakika asker. Sonra o askerlerin Suriye hükümetinin başta tüzgen, aşağıda hükümet reisliği çıkan, kişiyle şunun partisiyle tüzgen toktan, Suriye meselesi ahırlaşkanlı Şarkı Türkistan'ın azaplık kuruşuğa kol edin kilediğin bütün hemkarlıkını biriş. Yardımını biriş toktan mı var ağlarına işte. İnşallah da bu toktan ebediyleşini de parayla. Türkistan İslam Partisi devlet armiyası olarak etti. Hem Türkistan İslam Partisi üzerinin mevcudiyetini bir mevcutluğu dayadı. Ama Zahid Kubay'dan tünigen haberde Suriye Devlet Armiyası'da generallıkla ağan yani o Türkistan İslam Partisi'nin baş emiri yani şer'i mesulü harbi mesulü işkili vazifini ötküsü varan tünigen. Yani o yerde ula milli armiye mevcudiyetini saklap durdu. Suriye hükümeti dahi yeniden bir nizam çıkaramdı. Bunu köygense yani 4 yerden keyin çıkardığı bir ilan kıldı. Qaracım bu yerde çıkarılan kanun, resmi nizam, bir yerde sözüdüğün nizam 4 yerden keyin bulur. 4 yıl geçecek. Ayşe bizden Türkistan İslam Partisi, yani Şarkı Türkistan Milli Azaplık Armisi inşallah Teala bizden şu
İkinci Cumhuriyetimizde yok, askerimiz yo'qotib qo'yib, anda 10 ming, 20 ming, 30 ming kishilik armiya Uyg'ur tarixida tunji qatim tashkillangan bir armiya endi. İnşallah bu armiyaning yuqori tuyanlar rahbarlari bilan men ko'rishgan vaqtning o'zida ular Allohning nomi bilan qasam, bütün hayat mamatimiz vatanni aldab qilishdan boshqa birinchi hajati yo'qligini qasamyat bilan men ahdlashganga shohid bo'lgan shohidlardan birisi. Şunu ular vatanni unutib ketganlar emas. Vatanni ularning cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, vatanning urushini qiladi. Endi har qanday urushni shu sohaning odamlari qiladi ekan. Endi davlat darajasidagi Suriyadagi eng chong 5 diviziyaning, bir diviziyaning Suriyadagi 5 chong harbiy generalning birisi bo'lgan harbiy general endi qanday imtiyozga erishadi desanglar, Turkiya harbiy taraf bilan, NATO bilan, Amerika bilan bizlarga himoya beradigan, Sharq Turkiston urushini qo'llaydigan har qanday davlatning harbiy olimlari bilan suhbat ustida maxfiy holatda o'tirib, vatanimizning ozodlik borasida beradigan yordam, ittifoqdosh, yordam chaqirish, vatanimizning urushini davomlashtirgan xalqaro diplomatiya askariy yordamlarda qo'llash doirasidagi diplomatiya suhbatlarini endi amalga oshiradigan bir harbiy olimimiz bor bo'ldi degan gap. Qarajim, rahmat gapini kesyapti. Hozir 10 minutdan ortiq so'zlablar. Sizlar bu vaqt ayrim bir program qilsak qanda, vaqt ham uzrab ketdi ekan, bir savollar so'raydigan shu to'g'richa. Shunday qilsak bo'ldiki, ayrim Qarajim mashhur. Bir minut ayrim bir so'zlab tashlab kesiga. Bu jiqtimlar bor ekan. Bulamda to'g'ri tushunasizmi? Şunu çıkardım Ahmet Musa Bey. Abdurrahimcan dostlarım. Hemen Allah'ın rahmeti olsun, salamları olsun. Rahmet. Aleykümselam. Selbi halettemiz bunun iki kolumuzdan kes kolumuzdan, tilimizden kes tilimizden, duayımızdan kes duayımızdan, iktisadımızdan kes iktisadımız haletinde ulağı yardım bir kollaşıyla birlikte ulağının vektel oluşunu kılış barısında takımı ilham, takımı rıhbet barışınları ümit kılmak. Rahmet. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet. Abdullah Qarajimdan Allah razı olsun o'zining fikrini o'ttirib qo'ydi bir kuzatuvchilar bilan. Endi gap qilsak yana uzun bo'lib ketgan tema. Bu Qarajim bilan ayrim bir to'g'risida suhbat qilamiz. Qani unda hozirgi yangi nimamizga kelaylik. 3-savolimiz bor. 3-savol keldi. Dunyodagi davlatlar Uyg'urlardan foydalanish, Uyg'urlarni Xitoy hukumatiga setish orqali Xitoydan savdo jihatdan manfaat olib kelyapti. Chunki siyosatning oldida eng avval iqtisodiy manfaat turdi ekan. Bu hammamizga ayon bir siyosiy reallik. Undaqda Sharq Turkiston mustaqilligi qurolsiz tirish shaklida hal bo'lmaydi deymiz, faqat qurolli kuch orqali hal bo'ldi deymiz-da biz hammamiz qurolli kuch hal bo'ldi. Unda bo'lsa bu qurolli kuch qanday tashkillandi? Bu qurolli kuchlar. Hozir da'vatimiz mana xalqaro butun davlatlar o'rtasidagi manfaat, hammasi iqtisodiy manfaat, hammasi Uyg'urni qo'llab turib Xitoy bilan o'zlarining tijoratini qilyapti-da, Uyg'urni setish orqali. Sharq Turkiston masalasi qurolsiz hal bo'lmaydi deymiz. Unda qurolliq hal bo'lib qolsa, qanday qilib qilish ehtimolligi bor yoki bu qurolliq nimani qanday tashkillaymiz? Yani bu yalğız azık ötken aldın kısmını dedik, abiyem dedik. Bizden meselemiz yalğız korallarla el bulduğu yerde emas. Çünkü düşmanımız bizden bek güçlük, dünyadaki ikinci süper güç. Hem koral bilen hem halkara siyasi diplomatiya bilen ikisinin mücazı birbirinden paralel aldı menişi bilen el buldu. Yani kuruk diplomatiya, kuruk namayiş bilen emas. Yani quruqlar bu Suriyadagi 30 ming bo'lsin, 50 ming bo'lsin bu askar bilan yoki bu askarni yo'tga borib bizning vatan akirgansekmi, u 50 ming askar bilan Xitoyni ursak, ikkisi tangmaydi. Ya'ni xalqaroning bizning qo'llashi, bizning siyosiy tashkilotimiz xalqaroda diplomatik siyosiy faoliyatni olib berishi, jang maydonlarida bizning askarlarimiz Xitoyga qarshi zarb berishi, Xitoyni ojizlashi, Xitoyning aram bermasligi bilan suhbat ustalariga akilishga majburlaydi bir kun olmasa bir kuni. Ama Türklerning bir gapi bor, sen masada qazanishing uchun sahada qazanishing kerak deydi. Ya'ni biz ustal ustida Xitoydan o'zining huquqimizni elishimiz uchun jang maydonlarida biroz ustun bo'lishimiz kerak. Ya'ni 1944-yildagi inqilobimizda nima uchun Xitoyga biz suhbatdagi 11.9 deganda biz Manas qisqab bag'ashqa yani jangda yengeshga Xitoy bizdan sulli salog'i tushdi. Shu vaqtda Xitoy urusha oladi, urushni davomlashtira oladi. Chunki 100 mingga yaqin askar bor, yani kilovatga askar bor.
Lekin shu qurbonni bermaslik uchun o'zining bizni qo'llayotgan akimiz Sovet Ittifoqining salosi bilan biz suhbatga kirib qoldik. Xitoy shunday akirdi. Bizning bu keyingi urushimiz hal qilishda hem siyosiy hem harbiy harakatimiz teng ilib berilganda ma'lum bir yerga borganda biz suhbatga kelishga Xitoyni majburlaymiz. Shu vaqtida hal bo'ldi. Shu endi qanday qilib bu armiya qurdi deganda armiyani qurish qanday qurish u bir hamda hozir armiyamiz masalan Suriyada qurdi deganda cho'qim bu armiyamiz Xitoyga bog'lab qolmagan o'z kuchli bir davlatda bo'lsa qurilsa hozir Suriyada bor deymiz. Suriyaning qanchalik kuchli bo'ldi, qanchalik bizni tutib tura oladi buni bilmaymiz. Bo'lgandan anandan uni cho'qim g'arbdagi bir davlatning ya'ni g'arb dunyosining ozroq qo'lishiga erishmasak biz Xitoyga qarshi harakatni o qurolli qismlar vatan chegarasiga borolmaydi. Abay abiyan qarajim dedi aeroplan bilan bir kecha Afg'oniston uni men 2021 degan agar Amerikalik bir Turkiyaning bir xabar taqilgan Amerika Suriyadagi Uyg'urlarni vahangarga o'tkazdi degan. Agar shundoq Amerika yo g'arb davlatlari yo kuchli bir davlat bir qo'llasa bir kechada bizning bu Uyg'urlarni aeroplan bilan biz uxtatmay bizning vatanga olib bora oladi. Shuningga cho'qim bir davlatningki kuchliroq bir davlatning qo'lishiga himoyasiga erishishimiz kerak deb qarayman. Rahmat. To'g'ri. Abdurjak sizning shu vaqtda o'ylaydiganingiz qatlagan. Meniki o'ylaganlarim, beshimda o'tganlarim, izlanganim hammani qo'shib desam shu bizniki hozir oldin tayyorlik qilib turmaymiz deganga izlanmadik. Masalan, bu siyosiy da'voning siyosiy qanoti hozirgacha mayli mustaqillik uchun biz kurash qilamiz deganlar bo'lsin, mayli inson haqlari kishilik huquq uchun kurash qilayotganlar bo'lsin, bu hech qaysi iqlim asosan izlanmadi. Qurolliq bir baza hal qilish, qaysi davlatning qurolliq armiya turg'izishga imkoniyat hal qilinmaz degan asosliq jon tikib bir izlangan bo'ldi. O iznibdiki Hindistonga berib ketyaptim, paloniyaga berib Pakiston apandim degandek meki degan gaplar emas, rasmiy tashkillik holda Dünya Uyghur qurultayidagi yoki Istanbuldagi ma'rif tashkilotidagi yo Sharqiy Turkiston surgundagi hukumatga o'xshash mandaq e'tirof qilinayotgan xalq taraflarining e'tirof qilingan g'arb dunyosida e'tirof qilinib ko'zga kelayotgan tashkilotlar, cho'ng iqimlar buni asosan iznib boqqanligidan bizning mening xabarim yo'q. Bizga apandini berib Hindistonga berib Qirg'izistondan Pokiston doktorlar deb. Mana gaplar mish gaplar. O o'ylaki shaxsiy nomidan bir 4-5 nomidan berib harbiy baza qurmaydi. Uni hech kim hatto qo'lga turmush sulab qo'yish olmaydi. Va makina gapirish demaydi. Bir tashkiliy salohiyat bilan berish kerak bunday bo'lgan chog'da. Bu bir masala. İkkinchidan bu Suriyadagi 27 yillik mujohidlar nurg'un ishni 5ni o'tkazdi. Abdulla Qarajim 30 ming badati mayli 30 ming o'tkazsa shunda bir yaxshi. Ularning o'zi hozir naq askar bor. Hozircha aytgan chog'dan askar bor deyli. Askar bor. Ham buningga yoki NATO davlatlari NATOning markaziy organidan yoki Amerikaga o'xshash Amerikan deyli masalan mushtiq bir yerni ega bo'lib hamda Xitoyga qurolli otsanlar biz hamkorlashimiz demagichilik ondaq chaqchiq u yerga bu yerga xalqimizning norozi bo'lib Suriyadagi 27 yillik mujohidlar Xitoyga bital o'q atdimi deb norozilig'iga o'xshash o bir o'q etib qo'yganga ish tanlatmaydi. Hem eğer facia keldiki, abiyam Nurmat Mosabay deb ütüp ketdi-ku. Onda bir yerde kaskemaslarni öldürüp qo'ysa, onunki istek so'rig'i eğer bo'ldi deb. Endi shunga o'xshash, o ittifoq qilgan narsa emas. Rasmiy bir kuchlik davlat yoki xalqaroliq cho'ng organlar ega bo'lib hamkorlashimiz degan chog'ning o'zida qilib bo'ldi. Mayli Suriyaning g'arblarni opir parashutni tashilsa tekli makonga, xotin taraflarga. Yakılmaydı, kağıda vakan kardurdan 2 saati mene başson, kandal olmuşsun, akıdın, ya akısep pek mühim. Urusdan aldığın kitapını başlaş, eğiremez, akıseptin kildiğine pek mühim. Mesela Ukrayna'da azı 3 yıl oldu, uruş çıkmadı, 3 aydayken 3 yıl oldu. 3 yılın yağı Ukrayna faiz alıp durmadı. Akseptin vaqtida şu vaqtida urush başına bir şikayet qilmay Akseptin boshqa g'arb davlatlar yordam bergan bo'lsa, bugungi holga tushib qolmaydi Ukraina.
Ama yaman kechiktirdi. Aqsab yordamini bak kechiktirdi. Ukrainaning davlat armiyasi, davlat imkoniyati bilan yerimizga yaqin yolg'iz beshiga putrab turdi bu yerda. Ama Ukrayna ig'ir chiqimga uchrab ketdi. Ig'ir darajada vayronchilik uchirdi. Demak, biz ko'ryapmiz endi atrofimizda bo'layotgan urushni, g'arb davlatlari bo'layotgan urushni, islom ellari bo'layotgan urushni, qaloq nomrod ellari bo'layotgan urushlarni ko'ryapmiz, xabarni anglayapmiz. Ammo unda ma'lum bir partizan kuchli to'planib chiqiblar. Allah deb etibli qilishga ish emas bu. Bu biz urush kelsak, ya'ni urushga Xitoyning qo'lida o'lib ketamiz, jannatga ketamiz emas. Şu do'zaxga aylanib ketib qolgan vatanimizni, xalqimizni qutqizish uchun, u yerda mustaqil davlat qurish uchun urush qilishimiz kerak urush qilganda. Unda urushga haqiqatan kuchli davlat ega bo'lmoqchilik o turdigan ish emas u. Benim fikrim shu. Endi yana bir savol kelib qoldi qilinmoqda. Vatanimizda Sharq Turkiston jug'rafiyalik o'rin jihatda Sharq Turkiston, shimolda Mongoliya, Oltay tog' bo'ylarida Rossiya, g'arb shimol va g'arbda Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Pokiston, Afg'oniston, Himolay tog'lari orqali Hindiston bilan chegaradosh bo'lib, Sharq Turkiston bilan chegaradosh bu 8 davlatning hammasi Xitoyning eng sodiq do'st davlatlari bo'lish bilan birga yana Xitoy boshchiligidagi Shanxay hamkorlik tashkilotining a'zolari. Uyg'urlar uchun bir oz foydali o'rin sharoitiga degan davlat Afg'onistonda navbatda Xitoy bilan yaqin munosabat o'rnatib, Xitoyga qarshi har qanday tashkilotning Afg'onistonda bo'lishini yo'l qo'ymaydiganligi to'g'risida bayonot bergan. Mana bu shunday murakkab ham Xitoyga ko'p foydali bo'lgan bu xil jug'rafiyalik o'rin va siyosiy diplomatik sharoit ostida Uyg'ur qurolli tashkiloti Xitoy hukumatiga qarshi qurolli kurash qilish imkoniyati ega bo'la oladi. Mana bu savolimizning o'zi bayatniyaga talishayotgan nima uchun bu o'tmachimilgan Uyg'ur mujohidlari Xitoy bir zarb beramidi deganga bu savol o'z javob. Chunki bizning chegararimizda Xitoy o'zining deyishi uchun 5000 yillik tarixiy bir davlat deydi. Nima bo'lsin 1-2 yillik davlat tarixi davlatchilik tarixiga bir xalq emasmi? Ular harbiy strategiya, kelgusi strategiyada 50-60 yilni hatto 100 yilni oldin plan qila oladi. Biz Xitoyni biz yaxshi bilamiz, ular Ko'tkarvoda toshqan tuzgan xalq deb qo'ymiz-ku. Ular bizning Uyg'urning chet eldan shunda kuchlanib Xitoyga qarshi qurolli qidig'imizni biz bu urush qilamiz deb o'ylamagan vaqtdan boshlab 80-yillik qurib bo'lgan. Shunglashqa chet elga o'tirasa chiqib diplomatik bo'lsa kuchayib bu yerdagi hokimiyatlarni setib oldi, oxiri Shanxay yetisini qurib o'zining g'arbiy chegarasini qalqon qilib qo'g'dib oldi. Ya'ni hatto Tojikistonga mushundaq bir mujohidning kap qilishidan qo'rqib Vaxankardon Tojikiston chegarasiga tunchi Xitoyning harbiy kuzatish punkt qurdi. Ya'ni harbiy baza esa Tojikistonning tog'li qismiga Vaxankardonga qarab. Ashaddan favqulodda Vaxankardondan mushta mujohidlar bizning vatanga o'tib qolishini to'sayman deb Tojikistonda harbiy bazasi bor tog'li bo'yda. Buni oldin hamma Xitoy tarafdan buning qarshi biz Uyg'urlarmi har xil tadbirlarni qo'llash kerak. Muhimi bizni bir davlat qo'llamasa, biz vatanning ichiga emas, vatanning chegarasiga baysi degandek bora olmaymiz. Bu davlatlarning hammasini Xitoy o'zining monopoliga ilib oldi. U davlatlarni Xitoyning iqtisodiy manfaat olganligi, ularning ministrligi Xitoydan pora yeb setilganligi tufaylidan Uyg'urning qurolli tashkilot, Uyg'urning siyosiy faoliyatini cheklab o'tdi. Masalan, Qirg'iziston, O'zbekistondami Uyg'urlar bir Sharq Turkiston Cumhuriyeti'ni bir ochiq-oshkor qarshi ololmaydi, tantana qilolmaydi. Faqat oshxonada tomoq yeb turib bir xatni qurib tugitdi. Ashidaklarga tushib qoldi. Buni o'ngishilish uchun hozirgi xalqaro vaziyat Rus Ukraina urushi to'xtatish kerak. Rusning g'arb bilan yiqilishishi bo'lganda Xitoy qarshi butun g'arb blogining Rus bilan birlashib Xitoy qarshi turgan vaqtlarda avtomatik holda bizning chegaralarimizmi azroq bo'shaydi, u yerdagi chegaradagi xalqlarmi bizga azroq yetishib qilishga boshlaydi. Masalan, Turkiyaning Turk Turan birligidan o'tirasiga kirishimi bizning kelgusida bizga biz yordamning bir bisharati, lekin Xitoy buning qarshi tadbirini oladi. Turkiya o'zi ojiz deb biz qaraganimizda Turkiyami o'z qalbida nishonda Turk Uyg'urlarga yordam qilish uzun musofirlik bir strategiyasi bor. Uning amalga oshishi uchun kuch yo'qotadi, ammo to'solg'i bor. G'arbmi Rossiyani o'ziga qayil qilib g'arbparast qilgan vaqtida Xitoyni yetim qoldirib, Xitoyni qorshab yo'q deman deydigan bir strategiyalar bor. Endi bizning bilgimizcha bilamiz. Buning uchun biz Uyg'urlarmi bir yerda yo'qolib ketmay, kuchlanib tayyorlik qilib tursak, xuddi Suriyaga kelgandek bir xalqaro fursat kelib qolsa, inshaalloh bizning vatan chegarasiga
vatanning ichiga bu mujohidlarimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz, siyosiy tashkilotlarimiz vatan chegarasi bordi degan bir umiddaman. Shu umid yashayapman. Rahmat. Abdurjon aka, sizniki qatag'ayringiz bormi? Yo'q, bu to'g'ri, obyektiv javob bo'ldi. Buning ortiqcha talash tashqilga yeri yo'q. O'tlamayman bu fikrga. Unda hozir men telefon qilaman debdi ekan. Urib ketdi, olmadim. Vaqt pek uzrab ketdi, hozir 1 soatga o'shib ketdi. Yana bir tal bir savol bor. Bu savol hani yazıma antem tapayman. Maşu nima yana bir savol. Xitoy hukumati Sharq Turkiston Xo'ta viloyatida Xekang nomidagi 2 noyini yangidan ta'sis qilganligini jakarlaganida Xitoyning bu harakati bir tarafdan Hindiston o'ziga tava deb atayotgan Oqsaychinga bo'lgan kontrollikni mustahkamlab, Hindiston bo'lgan besimni kuchaysa, yana bir tarafdan Hindiston bilan bo'lgan jiddiylikni texim kuchaytirdi deb qaralmoqda. Ko'ryapmiz hozir Xitoy ham tunji qadam bizning Sharq Turkistonning Xotanda mana 2 shahar qurdi. Butun Xitoy shahri ismini tortib Xitoycha. Bu ham Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi jiddiylikni kuchaytiryapti. Hindiston bundan qarta o'zining andisini bayon e'lon qildi. Xitoyning bu tahdidga nisbatan. Bu yana Uyg'ur bir fursat eklamdi. Endi Hindiston Xitoyga qarshi. Bu shaxtda Islomga Xitoyniki Sharq Turkistonning shikdani Xotan shahrida 2 yangidan noyin ta'sis qilishiga siz qanday qaraysizlar? Buningda Hindistonning buningga öktü qolib ketishi, nahiyaning birisi talash tartibda Hindiston e'tirof qilmagan Oqsaychinga tava bo'lgan bir yezini nahiya qo'yibdi. Shuningga Hindiston chunki u talash tartibda hal bo'lmagan masala deb qaraydi. Shu sababdan u Hindiston uningga norozilik bildirdi. O chegradagi bir nahiya qurganga Hindiston o chegara to'qinish bo'lib ketdi deb ansiraga, chunki chegaralar nurg'un askarlar bor, bular o'tkab bo'ldi, harbiy bazalarni qurib bo'ldi. Nurg'un harbiylar to'qnashmoqda. O 2 nahiya qurganga Hindiston o'zining harbiy tahdid uchirganligini his qilmaydi. Faqat tuproq tavasi xuddi Suriyaning Golan egizligini Isroil o'zining qilib olsa, Suriya uni norozi bo'lgandek, talash tartibda hal bo'lmagan Oqsaychinning tava bir yezini nahiya qilyapti. Endi Xitoyning bu yezini nahiya qilishi nopusning ko'payishi bilan bo'lgan bir ish. Chunki Xitoy atgan hamma yezilarni sharq qilishimga nahiya qildi. Chunki Xitoy to'xtamay nopus qilyapti. Shu yerda yaqinda bir uchurlar bor. Changjiang daryosining ba'zi suvlarini taklab olgan kelib, yangi bo'stonliq ochman deyotdi. Hatto Boxay dengizidan pipeline suyaga, chunki Xitoy u yerni besib olgandan keyin o'ziga ishonch bo'lgandan keyin bu yer endi Uyg'urlar ololmaydi, hech nima qilolmaydi. Bu yer menga mening degan o'ziga bir xotirjamlik garantiya his qilgandan keyin har xil dasmiy selishni, har xil mablag' selishni boshladi. Bu ishga yezni nahiya qilsa, shunday proyektlarning birisi nopus ko'paydi, o'ziga ishonch paydo bo'ldi. Bu yerda Xitoyga qarshilik kuchlar yo'q bo'ldi. Unda olganki xotirjam shahar qurdi, nahiya qildi, harbiy baza qurdi, suv o'tkab, dehqonchilik maydonini bozgan kengaytib Xitoyning qildi. Buningga deymiz, Hindistonning uning qarashliq turadigan bir kuchimi yo'q. To'satma qololmaydi, chunki u Bisvolgan xuddi Oqsaychinni xuddi bizning sharqdan Bisvolgandek Bisvolg'ayya, unga Hindiston birini deyolmaydi. Agar deyilsa harbiy harakat qo'llanish kerakda. Biz Uyg'urlar unga texnik deymiz, o'zimiz bir ojiz, o'zimizning ota-onasini, qizlarimizni o'ltirayotgan, uning bizning deyotgan Uyg'ur bir ishga yezini nahiya qilayotgan biz nima deyolamiz? Amal yo'q. Xitoy kuchli, uning qarshi biz shunga tadbirli bo'lishimiz kerak, kuchlanishimiz kerak. Xitoyga to'xtamay men dedim-ku, Uyg'ur qurolli kuchlari bo'lsa nima qiladi? Uyg'ur qurolli kuchlari burundan bo'lgan bo'lsa, hozirgacha 20 yilda Xitoyga to'xtamay ushaq indaq bir parakanchi qilib turgan bo'lsak, Xitoyning o'lposi bugünkidek bunda ko'payib ketmaydi. Bugungi bu nahiya qildigan yezlar yezbit qolaveradi-da. Bugun bu balkim qismi, ya'ni 50-60 yildan qilavog'ida agar biz kuch elishamiz. Ammo tez bo'lib ketdi bu nahiya qilishi. Hozir ba'zi videolarda ko'ramiz, Shinxa, Shoya, Taklimakarning o'ttirdagi yezlarmi bir shaharda bo'lib ketibdi. Egiz binolarni silib, xuddi burun biz ko'rgan Urumchida bo'lib ketdi. Demak, Xitoy noposi ko'payib ketdi, o'ziga ishonch paydo bo'lib ketdi. Unda olganki bular qildi. Chunki biz qarshilik ko'rsatmadik, ularni oldin to'sayolmadik. Ularga bir to'xtama, ya bizning undaq mayli yashamaysan degan bir qarshilikni 30
sizlarga beramiz. Onda Xitoy qiladi, qilmay nima iloj? Bizda nima iloj? Mana shunday qarayman. Xo'sh, Abdulak sizning vaqtga. Bu savolniki mazmuni, ya'ni Hindiston boshqa bir qarshilik ko'rsatib, Hindiston Xitoy Sharq Turkiston Xotan viloyatida Xotan shahar 2 dona noy tasqigandan keyinlarki bu Hindiston buningga baydan qilinmoqda, ham o'zi kelgisi tahdid shu endi hozir savolning mazmuni shu yerga ketadi. Mushtum qanday qilaysizlar? Hozir Nurmat Musabay deb bo'ldi qarshini. Endi men qarasam buningga yo'q. Nurmat Musabay aytdi, ixcham bir oldida o'tirib qo'yib, keyin ishlarlar boshqalar ketib qoldi. Uni biz qarshilik qilmadik, qilishni yo'q deb yotib. Xitoyning ishi ketib qoldi. Qo'shnim, shu savolning uchun to'xtalsak, masalan, hozir Hindiston bilan Xitoyning orasida ziddiyat ulg'aysa, bundan bir majra kelib chiqsa, buni Uyg'urga qanday bir foyda, ziyon kelib chiqadi degan mazmundagi savol bu. Endi bu ishlarga Hindiston shu 60-yillardan burun Xitoylar urush tutayotgan 62-yilda bir qatim urushda mag'lub bo'lgandan keyin, hozircha shu o'qituvchilik o'rinda turib, Xitoyga norozilik bildirib, shu chegara masalasidan Xitoy qanday bir chegaraga yaqin bir ishni qilsa, Hindiston uni qarshi norozilik bildirib, etishib, üstün oldi bir etishib ketdi, xiljik askarlar o'ldi. Ayta to'qinishayotgan bir davlat endi Xitoyga albatta izchil kesib manchi soat ichida mana shuni yo'qotsa deydigan unda bir iltimotum topshirilgan, unda bir ishni qilmaydi, xuddi bir dardakchilarniki namoyish qilgan faoliyatiga o'xshab bo'ldi Hindiston u yerda Xitoyga qarshi qilayotgan o'qituvchiligi. Ama bundan bir biz ümitlenip kitap bu Xitoylar Hindiston bir urush bitib qolsa, ash urushdan bir to'plangan to'g'richoqlab bizga bir foydasi kelib kitap qalamdiki deb oncholar jiq o'ylab ketish ortiqcha bir gap. Hindistonda bizdan bo'lmagan bilan Tibetning muntazam davlat armiyasi bor, masalan, urush qotgan mujohidlar bor. Bizning Suriyada mujohidlarimiz bo'lgan o'xshash, Hindistonda Tibetniki armiyasi bor. Ama çoğun Xitoy bilan Hindistonning o'rtasidagi cho'ng bir majra. Hindiston uni ta'qib etmedi, Xitoy uni ta'qib etishga ham kuchi yetmedi. Ashta bir mavjudligini saqlab kelyapti ularmi. Endi bu Aqsaytindagi ishga noyini ta'sir qilishi, o Xitoyning bir ig'vogarligi, cho'ng diqqatni cho'ng ishlardan ko'ra kichik ishlarga markazlashtirib, Hindiston bilan Xitoyning orasida bo'lgan nurg'unlagan majroni chegara rayonidagi betaraf rayonga markazlashtirib, bir ig'vogarchilik paydo qilish uchun qilgan bo'lsa-mu bo'lganda yoki nopsni ko'payib ketib, yana bir ta'sir qilib kengaytirib, rayonga aylantirib, bir ish qilamiz deb qilganda Xitoy rayoni qilib, bu yerga albatta millionlab Xitoy kelib akiladi. O uchiqli gap. Endi har xil maqsadlardan qilganda, ammo o'ningdan kelib chiqilgan bir ziddiyatlarniki Uyg'urlarga foyda ziyni bo'lib ketishini men baxtmi tasavvur qilib ketmayman. Unda ishlar jiq bo'lib kelayotgan 50 yilning yog'i Xitoyning chegaralarida, Xitoyga tutashgan chegaralarda bo'layotgan ziddiyatlar hech qanday bizga bir foyda ziyon binosi etganmidi. Shunga o'nga men jiq ahamiyat berib ketmadim. Rahmat, yana bir davlatlar ustidan hamda har qanday davlat o'zining atrofida nima ish qilayotganligini sezgir qaraydi ekan, shu nuqtadan Hindistonga norozilik ifodalab bir vaqt e'lon qildi. Biz programmamiz Abdurajab Hindiston to'g'risida yaxshi gap qildi. Men uni o'z vaqtida atlab ketib qolibman. Abdurajab degandek Hindiston qurilganda da hozirgacha bir siyosiy yoki bir o'yin o'ynab boqay demidi. Xitoydan tayoqni yedi, yerlarini tattirib qo'ydi. Lekin baxın sizlikni Xitoy kunda dafsanlik o'ynaydi. Hatto xiljik yerlarni bisoldi, tog'liq yerlarni. Chunki agar Xitoy Hindiston Xitoyga qarshi bir o'zining yer talab qiladigan yoki Xitoyga qarshi tik turadigan bo'lsa, Tibetliklarni, hatto Uyg'urlarni Kashmirga Allohda o'rlashtirib bir baza qurollaydi. Qurg'ida kuchi bor. Lekin Hindiston Xitoyning tishiga tegishni xohlamaydigan o'zining davlatida qo'shnisi bo'lgan Hindiston, Pokiston bilan so'qishib shu jizanni qildiganlar bir davlat. Xitoyga tishiga tegadigan bir Xitoylar bir urush niyati yo'q. 60-70 yil bo'ldi Hindiston mustaqil. Bir qitim unda o'ylab boqayroq. Shunga bu Uyg'urlarni qabul qilgani yo'q. Bag'amlar Uyg'urlarga bunda bir ma'lumot yo'q soldi. Hatto o'zida bay degandek Tibet sürgün hukumati bor, Dangliq Dalay Lamasi bor. Shularni qo'llab Tibetni bo'lsin bir erkin tutib turamagan bir nima Hindiston biz Uyg'urlarga hozircha bir yordam berdi, bizning qildi degan gap menga ancha chiqib ketadi. Chunki Hindiston undaq bir xalqaro o'yin o'ynaydigan bir davlat emas. Bu o'yinni o'ynaydiganlar G'arb dunyosi, Rossiya o'ynaydi agar vaqti kelsa. Do'stlar, rahmat. Bugungi suhbatimizning savol asosiyatdan tugdi. Mada Germaniyadan Umid Hamid apanim telefon qilibdi. Xo'sh,
Voy. Bir o'zingizni qisqa tushuntirib deb bir gap qilaveramiz. Bir ulandadan rahmat. Assalomu alaykum. Atayingiz programda anladım. Nayet yaxshi Alaykum bo'ldi. assalom. Rahmat. Nurmat efendim bo'lsin, Abdurimjon efendim bo'lsin, fikr qilgan Damullam, Abdullah Damullam. Nayet yaxshi fikrlarni qilib anladım. Nayet o'rinli gaplar bo'ldi. Ben fikrimni qistirib qo'yay dedim. Programni tugabdi. Yani Sharq Turkistonninki Xitoyni qo'shgancha 9-10 chegarasi bor. Yani Sharq Turkiston armiyasini qanday quramiz degan abayin bir savol bo'ldi edi. Sharq Turkiston armiyasi qurilib bo'libdi. U armiyani qanday kuchlantirish masalasi qolib qoldi. Buningda faqat qurilib bo'lgan armiyaninki shularga ketilish, Sharq Turkiston armiyasini qanday kengaytirish deganni shuni o'ylashsa bo'ladi. Buning uchun Sharq Turkiston armiyasi qurib bo'lgan Suriyadagi va uning mayli markazi nerede bo'lsa, yo Afg'onistonda bo'lsa, shular qaror qiladi. Shularni qo'llash kerak butun kuchimiz bilan deb qarayman. Bundan boshqa Xitoyninki dushmani kun sari jiqlayapti. Hindistonmi men Xitoyninki eng chong dushmanning birisi deb qarayman. Chunki Xitoyning Himalayadagi suvni Taklamakonga boshlab kelish projesi Hindistonniki eng bo'lmagan janubidagi intayin chong bir rayonni suvsiz qo'ydi ocharchilik yuzlantirdi. Bu Hindistonning hayot mamoti bilan bog'lanishli. Hindiston garchi bu programni to'xtatib Xitoyga chiqib ogohlantirgan va xalqarada buni o'tirib qo'ygan bo'lsa, Xitoy lekin bu programni davom qilyapti. Shunglashqa ularning o'tirida keskin to'qinishlar yuz berish ehtimoli intayin cho'ng. Lekin Uyg'urlarni nima uchun qo'llamdi degan nuqtaga kelgan chog'da Uyg'urlar Hindistonda zerek bir siyosat qilib baqqani yo'q. Shaxsan men Hindistonda uch qatim ziyoratda bo'lib baqdim. Tibetlarning turadigan daramsalar hukumati Tug'ayatdan tortib Tibetlarning muntazam askarligicha hammani ziyorat qilib ko'rib, ular bilan Tibet mustaqilchilari bo'lgan Tibet yoshlar qurultiyi va Tibet mustaqilchi guruhlari bilan ayirib so'zlashdim. Ular hatto degan gapni sizlar qachon boshlagan bo'lsanglar biz sizlar qo'shilib boshlagan bo'lsak degan boshindaq yapaloq tilda bu fikrlarni qiladi ekan. Demak, imkoniyatli Hindistonda emas, bence Hindi Tinchukan bu rayon Xitoy tehdit etib berayotgan Hindi Tinchukan, Janubiy Koreya bo'lsin, Filippin, Yaponiya degan birmuncha rayonlarning bence Sharq Turkiston armiyasi hozirgi Suriyadagi armiya o'tirib chiqqandan keyin boshlarga ko'z tikishi mumkin deb qarayman. Chunki ularning milliy manfaati Xitoyniki dahshatli tahdidga uchrayapti. Biz o'zimiz siyosatni yaxshi qilib boshlardan qanday shaklda foydalanamiz deganni o'zimiz qila olishimiz kerak. Bu yerda kim qiladi buni degancha ABSlar dedi, xalqarodagi cho'ng tashkilotlar, g'arbliklar qo'llayotgan yoki xalqaroda ko'z ko'rinib qolgan. To'g'ri. Lekin bu masalada shu Suriyada turayotgan armiya hozirgacha mencha 15 yilning og'zi chet elda bo'layotgan siyosiy tashkilotlarning hammani kuzatib keldi. Bularning hammasidan to'liq xabari bor. Bularning qo'shimcha tashkilotlari Turkiyada bor, vakolatdan tashkilotlari. Bularning chet elda siyosat olib berayotgan butun tashkilotlarni taniydi. Kimning o'zidan bir yo'lda mang'allaydiganligini va minishga tegishli ekanligini albaburun tanlaydi deb qarayman shaxsan men. Buningda albatta xalqaro g'arbniki dunyoda hozir dunyoning kundalik taqdirini, siyosiy taqdirini belgilayotgan g'arbniki kuchi va uning qo'llashi intayin muhim. Lekin bu armiyaga vakolatan siyosiy faoliyat yoki shuning vakolatan ish olib boramiz deyotganmiz. Avval shu Suriyadagi siyosiy armiya shuning bilan hamkorlik o'rnatish kerak. Shu siyosiy armiya shu tashkilotni qo'llab bizga vakolatan san xalqaro siyosiy diplomatiya ifodalaysak deyish kerak. To'g'ri. Bu shaklda bu armiyaga vakolatan siyosiy qismini xalqaro olib bo'la oladi. Balki shular bilan bil ep berish kerak, shularning vakillari bu bil bo'lish kerak. Bu shaklda bo'ladi. Herkes qayerda qanday Amerikadan filial qilamiz falan tashkilot, Maçadan bo'lamiz falan tashkilot, bular ma'ashlar qilish kerak degan o'tirdim-da nuqul ma qarashni men aslan to'g'ri ko'rmayman. Hatto hozirgi bo'lsa hozir butun tashkilotlar shiddatli, ya'ni jiddiy turda birlashib, hammasi birlashmagan taqdirda milliy mustaqillikni ochiq oshkora xalqaro ifodalaymiz deydigan tashkilotlar tezlikda birlashib, Suriyadagi shu qurilib bo'lgan bizning armiyamiz bilan qanday shaklda hamkorlashib siyosiy faoliyat ifodalaymiz yoki moslashib deydigan nuqtada jiddiy o'ylash kerak. Bizning vaziyatimiz bir kun o'tsa, kunimiz bir kun egar, xalqimiz shuncha ko'p qirilib ketib bordi, saqlab turadigan vaqtimiz yo'q. To'g'ri, yaxshi emas, to'g'ri. Turkiyada shularniki Turkiyadagi vakolatli tashkilot bilan hamkorlik o'rnatdik. Uyg'ur o'rlik munbiri. Ma'lum faoliyatlarni qilishimiz mumkin. Ammo ba'zan gaplarni berib demasligimiz kerak deb o'ylayman. Masalan, qayerda ba'zi qurimiz, ba'zi qurdigan ishni qilmadik, o'ylashmadik. Biz nima bilamiz?
ular bu işlarni so'zlashdimi, o'ylashdimi, xalqlarga paranlashdimi, hukumatlarni ko'rishdimi? Shunlashqa men deymanki, shularni to'liq qo'llash, siyosiy jihatda milliy mustaqil tashkilotlarni birlashib, bularga yaqin hamkorlikda birga turish deb qarayman. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Ayrim islomiy programma qilamiz hamsa. Rahmat. Rahmat Umidxon bitta akamiz Germaniyaga telefon qilib o'zining fikrini bayon qildi. Biz bugungi suhbatimiz, Nurmamat akam chiqib qolibdi. Suhbatimizga so'ragan savollar tugidi. Boshqa yerga tushgan inkoslarni bir qadar ko'rsatdim. Savol tariqasida bir savol bor ekan, endi buni bir o'qib o'tib ketay. Ish bo'lmasa, o'sha Uyg'urlarniki bir savol ekan deb tushunsin. Voy, mening to'rim chataq o'zida ketib qoldi. Yana biraylan odam efendim debdi. Bu bola Umidning gaplari aqliq to'g'ri gap. Umid mushkuli borda bayatlar shuni deyman deb atlab o'tib qolibmi? Agar chatda g'arb dunyoda faoliyat qilayotgan qaysi tashkilot, kim shu Suriyaliklarni aloqa qilib, shularga vakolatdan g'arb dunyosida ularning faoliyatini, ularning tashviqotini qilib bersa, shular bilan birlikda harakat qiladi. Men shunga g'arbda faoliyat qilayotgan tashkilotlarimiz qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi, shular qilib bir aloqa o'rnatgani yaxshi deb qarayman. To'g'ri shu. Bu yaxshi bir nim bo'ldi. Mutkan obdan fikr qotdi. Bu yerda men bir kallam bir nima gap qolib qoldi-da. Endi men Twitterda, Facebookda qaysi tashkilotda bu Suriyadagi bizning qarindoshlarimiz haqida o yerda generallikqa, diviziya qo'mondonlik saylanib bo'lgandan keyin kim nima bilan debatga diqqat qilib kelgandim. Bak Dünya Uyghur Qurultayining Facebook, Twitterni cheklab teglikmidi. Ularning hech narsa ko'rmayman. Ular to'g'risida bayonot e'lon qildimmi, bir narsa dedim bilmayman. Sürgün hukumat ular to'g'risida qirlash xarakterlik bayonot e'lon qildi. O to'g'risida bir yozma yozib e'lon qilib qo'ydim. Ham demakchi bo'lgan gapni xulosalsam, qaysi tashkilotlar nima uchun mushtaq masala Uyg'urlar qurolli kuch haqida mesela Angliyaniki telegraf gazetasi maxsus ularda bir yaxshi bir xabar ishlab taqdim etgan bu to'g'risida deyishdi hamda. Boshqa Uyg'ur tashkilotlarininki buning nima aktiv bir ovoz qatib ish bo'lmasa hamda boshqa narsami demayli. Onun nima kirmayli, ularga qahramonlik, o'zni beg'ishlash, o'limni qo'rqmaslik bir ruh dunyo Uyg'urlarning bir qahramon millat ekanligini yana bir qatim jakarladi. Buni biz ko'z yumsaqmi, ular amaliy harakatida buni ko'rsatdi. Eng bir narsani deb bir muddat vaqtni oldigan bo'ldim. Urumchi qirg'inchiligi mezgilida bir kuni kutubxona ulush qilib o'tib, bir Gollandiyadan Fransiya qilib qoldim-da. Fransiya bu nerdan dedi? Mushtamida avval naq urumchi qirg'inchi bo'layotgan mezgilda shu chaqlada. Shuni ko'rsatib qilsam, Uyg'ur ostili biladi ekandik. Eliqqa ko'kmayqiliq qizlarniki, eliq onamizniki, partilganligi, Rossiyadan, Xitoydan kelgan tanklarniki birovni oldi to'sab, ashuni nima qilayotgan ko'rinishini ko'rib, Gollandilik mana degancha, ma Xitoylarni qo'l qilolmaydi ekan, Uyg'urlar yo'qolmaydi ekan. Sizlarning millatda bir qo'rqmas bir ruh bor ekan. Bu dunyoda hozir qanday yerda bu tankning oldiga, bu birovni oldiga kirib, ashunchadan qo'rqmay, o'zim o'lib ketishni bilib turib boshdan etilayotgan bir millatni Xitoy menga qo'l qilolmaydi ekan deb bir nima deb bergancha, biroz qallam shunda o'rnab ketdik. Ana bu qatim Suriyadagi animada bo'lgandan keyin shunda kuzatdim. Yana buningga kuzatayotgan o'sha g'arbliklardagi boda Uyg'ur millatida bir qahramonlik bir ruh bor ekan dedi-da bularniki. Ular bir qahramonlik, o'zini beg'ishlash, dushman qattiq bilan qilgan bir kuch nimasi bor ekan. Sizlar tarixdagi bu qahramonlik Xitoylar biladi deydi. Shunasini tutib qurish maqsad qildi. Sizlarga yana qayta bir qurol tutib, Xitoylar urush qilish imkoniyati yaratib qolib qolsa, siz mustaqillikni asli keltira olasiz, buni ishondim degan. Manda yaxshi tarafni kuzatayotganlar bor-ku bu narsalarnikini. Bu yig'ib aytganda chet elga har bir Uyg'urni uni biz boshqa narsa kirmaymiz. U qahramonlik ruhi bizni qaytni ruhimiz bir uyg'otdi. Buni qisqacha deb qo'ymoqchi. Endi qaysi tashkilotlar bu ifoda bildiradi, buni diqqat qildingizmi? Nima tashkilotlarimiz bunday aktiv emas. Endi hozir aktiv endi hozir g'arb dunyodagi tashkilotlar u Suriyadagi nimalar bilan aloqa qilganda Suriyadagi bu bizning qurolli qismi tanlash huquqiga ümit deganda qaysi tashkilotlar bilan ular birlashishni xohlaydi, qaysi tashkilotlar bular bilan ideologiya, fikr jihati yaqinroqligini ular tanlab o'zini birisi bilan aloqa qildi. Hozir balkim erkin bu tashkilotlar aloqa qilishim jugrab bordi, bir amal qilib, hammasi jugrab bordi, berishdan tirishdi, voy biz unday qilamiz deb. Ammo ular
ümitiga de uzoq yil kuzatib keldi. Qaysi tashkilot bilan birga qilishni, qaysi tashkilotning g'arbda imtiyoz borligini bular uchun lobbichilik qila oladiganligiga qarab, o'shalar birsidan aloqa qiladi. Inshaalloh Fatihada bu aloqa o'rnatilib, da'voyimiz texnik yaxshi ham o'ngdan, ham so'ngdan, ham qurolliq, ham diplomatik shaklda mang'ul nisib qilsin. Endi xulosalandik buni. Tugdimi? Siz bir kichik xulosalar, akam Abdurajabning xulosasini program tugataylik. Ben bir xulosalarni aytib his qilaman. Endi buningda xulosa bu Uyg'urlarningki 8 dekabrga g'alabasidan keyin shundaq bir nima keldim. 8 dekabr Suriya to'liq ozod bo'lishiga Suriyadagi Uyg'urlarning qo'shgan to'pisi, g'alabasi, natijasi bizga va dunyoga shundaq bir xitobni berdi. Uyg'urlarning jangovar, moyir, qo'rqmas, botir xalq ekanligini, agar Chiniqidek, Boziqurg'idek kichikina zamin o'rin bo'lsa, Uyg'urlarning o'z armiyasini tezdan qura oladiganligini, agar biror o'rindan iqtisodiy va harbiy yordamga erisha olsa, o'z tuproqlarini qo'g'dashga qodir ekanligini, agar biror davlat orqada turib, yerim ketib o'tmay, har jihatdan yordam qilsa, Uyg'urlarning Uyg'urlar dushmani Xitoyni vatandan qo'g'lab chiqaradiganidek qat'iy botirligini yana bir qatim namoyon qildi. Shu. Rahmat. Qisqacha bir xulosa qilib ekan programni to'xtaylik. Endi hamma hayajonni qo'yib turib biz o'tgan kechganlarga nazar solsak, hozirgi ahvollarga nazar solsak, eng muhimi ularningki oldimizga 20 yil ichidagi mavjudligi va xarakteri shu javob berdi. Vaqt uzun. Dahi yangidan hech kim o'ylamagandi. Bu mayli Uyg'ur emas, G'arb sharq davlatlari hech qanday bir o'ylamagan yerdan chiqib, Uyg'ur mujohidlariniki boshliqlar qilib davlat mudofaa ministrligiga yuqori o'rin berishi bu ajoyib bir sirtdan qaramoq tasodifiylik. Har qanday bir tasodifiylik muqarrarlik ichida mavjud bo'ldi deyilgan bir prinsip bor. Bunun arkasında qandaq bir muqarrarlik yurulgan. O dahi eng baldır olsa aldığımızki 20 yıl ichida o'tirg'i chiqishi mumkin. Hem bu Türkistan İslam Partiyasininki qaysi mavqeda bo'ladiganligi, ayan men degandek davlat armiyasiga ketilganlar, Suriya davlat armiyasining odamlari bo'lib ketib, o xalq ichidagi, ya'ni xalq hisobidagi minglagan aholilar ola bu Türkistan İslam Partisi degan bu bayroqni davomlashtirib, qanchalik faoliyat mavjudligini saqlay oladi. Bu oldimizdagi sinoqqa duch keldi bular. Hozirgi g'arb dunyosimi bu Suriyaniki 13 yil urush qilib, 13 kun ichida bunday ozodlik qilganligini g'arb dunyosi hayron qilganlik. Bu ishlar orqasida qandaq bir kuch bor deydigan nihoyatda murakkab bir ahvol bu. Shunglashqa biz har qanday hayajonni to'qib turib, har qanday hayajonni ishimiz yushirib turib, bularniki kelgusidagi 20 yillikka qarashimiz kerak. Biz vatanimizni besivog'ili 70 yil oldi, 70 yilni oshdi. Shunni yog'i 40 qilib kelyapti, tugitib kelyapti. Voy xalqimiz yeb ketadi, 40 qilib ketadi. Bunda turaversak, qilib yeb ketamiz deblar. Yoki bir majburiy bir hayajonning oqsiga kirib, texim uchun bir fojialarniki biz o'ylamagan yerdan kelib chiqishini keyin ko'rgan chog'imizda hozir hayotimizga intayin azoblanishimiz mumkin. Shunglashqa vaqt bor. O Suriyada milliy armiya qurilmadi. Suriya davlat armiyasi qurilish oldida. Ular davlat armiyasiniki qonun prinsiplarini ma'qullamadi. Ular mujohid shaklda 29 qurolli tashkilotlar birlashtirilib bu Sham azadlık hareketiga bay'at qilib bugungi kunga kelibdi. Hozirgi mavjudlik uchunki bu 29 qurolli tashkilot qanchalik buni ichida bay'at qilib tura oladi. Ular g'arib qarshi islom dinining g'ayriliklarga qarshi nuqtada birlashdimi yoki bo'lmaydi demokratik bir usulda ne bo'lsa bo'lsin Asad hokimiyatidan qutulib Asad qanday bir hokimiyat bo'lsin bir davlat bo'layli deb qo'shildimi bu texi kelgishda bu ishbonlik o'tirib chiqdi. Shunglashqa bak baldir hayajonlanib ketmaymiz. Xalqimizga ma'lum
ümitni yetkizsakmi, ma'lum jihatdan salmoqlikni tashabbus qilishimiz kerak. Salmoq bo'lishni. Ben oldingi qatim suhbatda aytdim. Hozir Turkiyada AK Partiya Uyg'urlarga ig'ir besim qilyapti. Iqtisodiy jihatdan pek ig'ir kunda qoldi Uyg'urlar. Uy ijarasi to'lash ajoyib bir ig'ir, qiyin bir vaziyat. Bu yerda xotirjamlik yo'q. Bunda chaqda hozir Suriya bilan Turkiyaning chegarasi normallashdi. Bu Suriyadagi yangi hukumat Turkiyaniki yordami bilan maydonga chiqqan. Bularning mavjudligini, urush jarayonimi Turkiyaning yordami bilan bo'lgan. AK Partiya bilan bularning hamkorligi texnik qo'yilib, ikki davlat orasida bir ijobiy bir diplomatik munosabat o'rnatilib ketsa, o chaqda Suriyaning chegarasi undalla echilib qoladi. O chaqda qancha minglagan Uyg'urlar Suriyaga eqishi mumkin. Hayat qistaydi insonni. Jihad emas, hayat. Endi mushularni biz kelgusidagi yerimiz ichida hech bo'lmasa kelgusidagi yerim yilga bir sinoq tariqasida Yevropada kirsak, yerim yillik 3 oylik sinoq vaqti bo'ldi-ku. Shunga o'xshash bir sinoq bosqichini qoldirib qo'yishimiz kerak. Hech bo'lmasa ziyolilar buningga xalqimizga bir bir tushuncha yetkazish kerak. Hayajonli emas. Xalqimiz zaten hayajonning ichida. Ota-onalar uyluyotdi. Zodi mushu bir iqtisod qildi hayajonning ichida xalqimiz. Ama ziyolilar xalqimizga bir siyosiy tushuncha taqdim qilish kerak. Bo'ldi men fikrim gibi. Rahmat, bugungi suhbat nihoyat yaxshi bo'ldi. Suhbatning zot temasi Suriya Uyg'ur qurolli kuchlari Sharq Turkiston quroq ozod bo'lamdi deb ikki qism bo'lib qildik. Suhbatni asosli savollarning hammasiga javobini bu ikki akimiz o'ttirib qo'ydi. Shuning inkas yozgan vaqtida haqning fikriga hurmat qilaylik, bir Uyg'urga hurmat qilaylik. Fikrimiz o'xshamaydigan, fikri qatilmaydiganlik qilib qolsa, Pustan akimizniki, Pustan efendimniki fikrimen qatilmaydi dem, ashunday suhbat o'rlashtirib turinglar denglar, ekran hammadan o'chiq. Haqorat qilmaylar. Birimiz haqorat qilish, tillash orqali masalani hal qilolmaymiz. Faqat suhbatlashish, ilmiy nuqtadan fikrimiz o'ttirib qo'yish orqali bir-birimizga yaqinlasha olamiz, bir-birimizga mehr muhabbatimizni bera olamiz, bir-birimizdan bir üstelik kilerleyimiz bu Sharq Turkiston mustaqillik hareketi için foydali bir yaxshi sharoitni hozirlash uchun ma'lum bir tunji qadamlarimizdan bir so'p qolsak. Undan boshqa yana bir nima kelib qoldi ya. Ana keyin yana bir nima savol mas degandan keyin kallam kelib qoldi-da, yana 5 minut uzraydigan qolib qoldi, to'g'ri tushuninglar. Endi hozir Suriya yangi hukumat qurilib, Türkiye bilan munosabatlar yaxshilab, chegaralar normal holatga kelib qolsa, masalan, nurg'un Suriyaliklarmi o'zining davlatga qaytishdan tang Turkiyadagi Uyg'urlarning bir qismlari yana Suriyaga berish mumkin. Balki ularni chaqiriq qilyapti deb anglat fikrlarni kelyapti hamda chaqiriq qilyapti uni bilmaymiz. Lekin Turkiyada hayot qiyilish ketdi. Ya Yevropaga manganma, ya u yoq bu yoq manganma, pasporti yo'q turayotgan qarindoshlarimizmi o'z vaqtida vatandan chiqqan vaqtida ayta bir texnik bir narsani o'rgansam bo'ladi, vatanga bir nima qilib beralayman degan ideya bilan chiqqan nurg'un qarindoshlarimizga bu yana bir fursatlar ta'minlandi. Suriyaga bir Uyg'urlarniki bir diviziya boshlig'i Uyg'ur bo'lib qoldi. Unda hamma Uyg'ur suyunganda, ular suyundigan gap, shular qishilg'iz kelib qoladi bunga. Buning qanday qaraysizlar? Ben muştuğuluk fikrimi oturtuyup oldum. Halkımız hayacanlanması gerek. Hiç olmazsa 6 ay kütüş lazım. 6 ay. 6 ayın işte de bulanınki yine kandak bir pozisyon bildirdi bu yeni hükümet. Bu yerdeki Uygur'un mevcutluğu kandak bir devamlışıdı. Bunu qaraş gerek. Ya herkes mi aldırap hayacanın ahir girip yakomaydı can bakmak kıyım olup ketdi dep bir hayat şaraiti qıstab ketip, ala şerin dep taşıyıp ketip qalmay 6 ay kütüş gerek dep bu men tashabbus qilmayman, tavsiya qilaman. Mehmet Kasızçı. Bunu mada qarayman. Bu hozir biz Uyg'urlar chatga chiqishmayapti, bari yajryapmiz, lekin chechilib ketib, yo'qolib ketib boramiz. Agar Uyg'ur millatining millat sifatida saqlab qolmasak, bir yerga yeza yoki bizim demay to'plashib o'tiraqlasa saqlab qoladi. Ya'ni bir yezada 10 mingdan oshiq nopos bo'lsa, u o'zining kimligini shu davlatninki osmasiga uchirmay saqlab qoladi. Agar buningga mesela Qozog'iston, Qirg'izistondagi Uyg'urlarimiz ashunday saqlanib qolganda, bir yezada bir malda bo'lg'achqa ular Uyg'urligini saqlab qoladi. Hatto kuchlik o'zbekkim osmay yasolmay qolganlar bor. Agar biz Uyg'urlar hozir o'zimizni saqlab qolaydigan shunday o'rinning paydo bo'lganiga birisi Ozarbayjonda ashunday bir o'rin bor. Agar Ozarbayjon bu da Qorabog'ni ozod qilgan kun, shu nurg'un yerlar bo'sh, nopos kerak, odam kerak. Agar Turkiya hukumati bilan orqali
Türkiye Uygurlardan 5-6 mingni Türkiye Azerbaycanның bir yeriga ko'chma qilib olib kirib, u yerda o'rlashsa, Uyg'urlar o'zining kimligi bilan, madaniyati bilan, tili bilan qoladi. Ikkinchisi, endi Suriyada hozir Uyg'ur bor, endi u yerga borsa, u yerda arabning madaniyati kuchli, agar ya bak dindor bo'lsa, o'z milliy kimligini yo'qolib ketib qoluvchi. Agar Suriyadagi Uyg'urlar o'zining Uyg'ur kimligini saqlab qilish niyatida bu Uyg'urlar kelinglar, o'z yashayotgan ash yezini Uyg'ur yezi qilib desa, onda da taklif qilgan bo'lsa, uningga mencha 6 oyda saqlasaqmi saqlaymiz, baribir Uyg'ur 6 oygacha bormaydi-ku. Hatto Suriyaliklar hozir bormayotdi-da, ular kutyapti. Chunki Suriyaning ishki bexatarligi, kapolat ega bo'lsin, ma'lum yashash sharoitlari, tok, suv, energiya paydo bo'lsin deb saqlayotdi. Endi 6 oydan keyin hatto 1 yildan keyin agar Suriyaning asos qonuni tuzilib chiqib, uningda kelib kelgan ko'chmanlarga huquq berildi, ularning urf-odati, milliy kimlik qo'g'dildi deydigan moddalar bo'lsa, bizning Uyg'urlar u yerga berib, yerlashib shu yezini Uyg'ur yezi qilib qolsa, biz Uyg'urligimizni saqlab qolaydigan muhim yezlarning birisi bo'ldi deb qarayman. U yerga ham Yevropaga boramagan Uyg'urlar, Turkiyaga qiynalgan Uyg'urlar u yerga borsa, mencha tutadi. Chunki Suriya agar tinchliklanmish hukumat minsa, tez sur'at taraqqiy qilib, u yerga xalqaro yordam bilan turmush yaxshi bo'ladi. Hem yerga ega bo'ldi, Uyg'urlar bek bas yerga, nopusga, uy-mulk ega bo'ldi. Hozircha u yerda nurg'un bo'sh qolgan yer, uylar bor deb o'ylayman. Hem hozir anglashlar qaragan vaqtda hamda Suriyadami, Aleptadami Uyg'urlar maqsad shada o'ltiraqlashtirgan yerlari bor ekan, doktorxonalarniki xil-xil yuqori yerlar ishlab, kunduz ziyoratni obdan qilib, maktabni ochib, xil yaxshi bir nima qiladi deb ashta gapni onlaymiz, to'g'rilimda yozgan yozmalarni uchratdik-da hamda. Lekin u yerda haqiqiy ahvolni nimligini to'g'riliq suhbatni Bayqob Qarajim orqali qilindi. Qarajim ko'rishtirayotgan musobaqaga ashadamdan so'rang. Suriyadagi Uyg'urning holi ahvoli qanchalik, nopos qanchalik, nerda turdi, turayotgan yerda Uyg'ur so'zlashamdi, arabchimi, urf-odatlar arabchimi, uyg'urchimi deb yaqinda shu javob bersa, shuning savol javobi qarab, anki Uyg'urlar berish barmasligini tanlasildi. Biz bormaganlar, biz g'ariblar yashayotganlar u yerdagi Uyg'urning ahvolini qat'iy bilmaymiz-da. Bo'ldi. Rahmat hamsa bugungi suhbatimizmi yaxshi suhbat bo'ldi. Asosiy savollar so'rilib, nima qilib bo'ldi. Sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Yana keyingi suhbat programmamizda har xil temalar yana mulohaza qilib boramiz. Bo'lsa, meniki tavsiyalarim sizlarga shu ekrandagi barliq qarindoshlarga vatanda hozir ahvol shu qadar mana Xitoylar bilan Uyg'urni majburiy to'y qilayotgan ahvolni ko'ryapmiz. Har xil nurg'un shirkatlar qurilib ketibdi. Uyg'ur qizlarini Xitoylarga tunishtiradigan dallol shirkatlar. Buni ko'rsak hammamizning yuragi echishidi. Nurg'un ko'ngilsiz xabarlarni, videolarni ko'ryapmiz. Mushlarig'imi qanday qilishning oldini oldi. Shu narsani bir analiz qilsakda suhbat qilsak, o'xshamagan temalarda hamda vata ishigim qarasak o'zimizniki ba'zi ko'z qarashlarimizni chunki vatanda hozir chiqayotgan, kirayotganlar bor deydi. Ularni adamboya kelmagan bilan mushta narsani ko'rdi o'tirib aslida. Shunga mushtaq bir suhbatlarni o'rlashtirsa qanday qaraysizlar? Sizlarga ishkanligim deb undan boshqa bir ekranda barliq qarindoshlar. O'zingizning boshqa tayyorlagan nima so'qib qolsimi, ekran uchuq xohlagan shakllarda suhbat o'rlashtirib birlar. Iloji va Uyg'urlarniki ma'naviy hayotni beytilgan, Uyg'urlarniki aktiv energiya taqtilgan, oramiz pushmasliklarni mushta suhbatlar orqali tutilgan tabii yaxshi programmalarni o'rlashtiraylik. Bo'ldi. Rahmat. Rahmat hamsa. Qarindoshlar bugungi suhbat programma mushayich bo'lsin. Boshqa yana yozdigan inkos topib qolsa, keyingi suhbatlarga deyishamiz. Allohga omonat. Allohga omonat. Amon bo'ling. Xo'sh, Allohga omonat.